Hammalar kelishadi, "Ya Rasululloh, siz Allohning rasulisiz, xotamul anbiyosiz. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Ahvolimizni ko'rmayapsizmi? Hozir shafaat qilmasangiz biz qiynalib qolamiz. Bizni shafaat qiling." Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Men arshni ostiga boraman bitta o'zim" dedilar. O'sha joyda sajda qilaman. Sajdadan boshim ko'tarmayman. Alloh ilhom qilgan hamma hamd sanoda aytaman. Faqat sajdada yig'ilib Allohga hamd aytaman, sano aytaman, lekin uni hozir ham bilmayman. O'shanda Alloh menga ilhom qiladi. O'shanda hamd aytganimda Alloh taolo, "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring, so'rang, beramiz, nimani so'raysiz? Shafaat qiling, hammasini shafaat qilamiz. Nimani so'raysiz?" "Ummati ya Robbi, ummati ya Robbi" deb duo qilaman o'sha joyda. Ummatimni shafaat qilishni Allohdan so'rayman. O'sha kuni mana shu shafaatul uzmo bo'ladi. Eng katta shafaat. Payg'ambar alayhisalomga Alloh buyruq beradi, "Boring, ummatingizdan xohlaganingizcha shafaat qilib o'zingiz bilan olib keting" deydi. Buning uchun biz payg'ambar